Assalomu alaykum. Hammangizga xayrli tong, xayrli kun va xayrli tun. Chunki hammanglar har xil vaqtda bizni tomosha qilasizlar va bizdan ilmlar o'rganasizlar. O'zinglarga bir manfaat oshirib ketasizlar. Hop, bugungi darsimiz 6-sinfning 5-mavzusi hujayralarning hayotiy faoliyati. Ya'ni o'tgan safar 4-mavzuda hujayrani tuzilishini o'rgangan bo'lsak, endi u qanaqangi hayotiy faoliyat qiladi yoki mana shu hayotiy faoliyatini biz qanday qilib tomosha qilsak bo'ladi? O'zi biror bir organizmda hayotiy faoliyatini qanday tomosha qilamiz? O'ylab ko'ringchi. Qanday? Masalan, kabutar. Kaptar. Uni hayotiy faoliyatini qanday tomosha qilamiz? Nimalardan iborat uni hayotiy faoliyati? Mana shunaqa. Endi hujayradachi? Hujayrada u juda bir mikroskopik tuzilma bo'lsa, birlik bo'lsa, uni hayotiy faoliyatini qanday ko'ramiz? Unga don sepib beramizmi? Oldimizga keladi. Yoki nima qilamiz? Albatta, hujayrani hayotiy faoliyatini o'rganishimizda bizga laboratoriya jihozlari kerak bo'ladi. Ya'ni mikroskop kerak bo'ladi, lupa va turli xildagi bo'yoqlar kerak bo'ladi. Bo'yoq nima uchun kerak? Buni ham hali gaplashib o'tamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Tirik hujayradagi harakat, ya'ni hujayraning ichki harakatini o'rganmoqchi bo'lsak, bizga shaffof bo'lgan, suvni ichida ham tirik bo'la oladigan hujayra kerak bo'ladi. Ya'ni suv o'ti kerak bo'ladi. Suv o'tlari o'zi bir qavat hujayradan tashkil topgan, juda ham ko'pi. Va ulardan biri Elodeya. Elodeya suvda o'sadigan o'simlik va uni ham qavati bir qavat hujayradan tashkil topgan, shaffof bo'ladi. Mikroskopga, oynaga qo'yib turib, uni ustidan suv tomizganimizda, preparatning ustiga suv tomiziladi. Suv tomizganimizda u xuddiki akvariumda turibman hali ham deb o'ylaydi-da, o'zini hayotiy faoliyatini amalga oshirishda davom etadi. Va uni biz mikroskop bilan ko'rganimizda tirik organizmning funksional birligi, ya'ni hujayrani hayotiy faoliyatlarini kuzatishiga guvoh bo'lamiz. Ushbu slaydimizda ana shu narsalar berib o'tilgan. Ya'ni Eladeyani barglari shaffof va yupqaligi, mikroskop ostida butunligicha tirik holatda ko'rinishi, chunki suv tomizamiz, suv tomizganimizda mana shu holatda ko'rinadi. Aynan rasmimizda berib o'tilyapti. Hop. Buni sitoplazmasi rangsiz va shilimshiq bo'lganligi uchun uni aylanma harakatini ko'rishimiz mumkin bemalol. Hujayra qobig'idagi teshikchalardan hujayrani tashqaridan ichkarisiga, ichkaridan esa tashqarisiga moddalar almashinuvini ham ko'ra olishimiz mumkin. Ya'ni tirik hujayradagi harakatlar mana shulardan iborat. Ya'ni hujayrani oyoq qo'li yo'q, shunday turib yugurib ketib olmaydi. Harakat deb turib, uni ichidagi modda tashqariga yoki tashqi modda ichiga o'tishi yoki hujayraning ichidagi aylanma harakati aytiladi. Aynan harakat deganda. Tanlab o'tkazish. Moddalarni hujayraning ichiga kirishi. Hamma moddani ham hujayra ichkariga kiritavermaydi. Ichkariga kiritishga mas'ul bo'lgan organoid bu hujayraning qobig'i hisoblanadi va qobiq yarim o'tkazuvchanlik, ya'ni tanlab o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega. Qachonki qobiqqa ozuqa tegsa va u qobiq uni ozuqa deb tanisa, ana shundagina hujayra o'zining ichiga haligi moddani kiritadi. Bo'lmasam kiritmaydi. Ana shu xususiyat tanlab o'tkazish deyiladi. Va biz tanlab o'tkazishda yoki hujayrani atrofida teshik bormi yo'qmi, buni nimaga qiyoslasak bo'ladi desak, mana shu tajribani qiyoslasak bo'ladi. Ushbu tajribada selofan paket ichiga xamir solib turib, ana shu selofan paket ichidagi xamirga modda o'tadimi tashqaridan, juda ham kichik bir teshikchalaridan o'tadimi yo'qmi degan tajribani o'tkazsak bo'ladi. Ko'rsak mana kichik ko'zga ko'rinmas teshikchali selofan xaltachaga bug'doy xamirini solib, o'zimiz tayyorlagan xamir bo'laveradi. Yodli suvga tushiramiz. Xamir ichida juda ham ko'plab mana shu modda bo'ladi. Nima modda bo'ladi desak, kraxmal bo'ladi. Va kraxmalning xususiyati bor. Yodga tegadigan bo'lsa ko'karadi. Sizlar xamir tayyorlab yurmasdan ham o'tkazsanglar bo'ladi. Bu tajribani qanday o'tkazasizlar? Kartoshka olasizlar, kartoshkani o'rtasidan bo'lib, ana shu bo'lingan joyga yoddan ozgina tekkizib ko'rasizlar. Va tekkizganinglarda anovi jigarrang yod oppoq kartoshkani ichiga tegib, kartoshkani ko'kartirib qo'yadi. Sababi kartoshkaning ichida ham kraxmal bor. Bu yerda ko'zga ko'rinmas teshikchali
paketni ichiga xamirni solib, endi xamirni yodli idishiga solsak va bir qancha vaqt o'tgandan keyin olsak, endi paketcha o'zi teshik emas biz uchun. Kichkina teshikchalardan u yoqqa, bu yoqqa modda o'tadi-da. Ana shunda yod ozgina miqdori kirgan bo'ladi. Va shuni hisobidan selofan paket ichidagi xamir yod bilan ta'sirlashib ko'kargan bo'ladi. Mana shu joyda mana xaltacha ichidagi xamir ko'kish rangga kiradi. Bu yod molekulalarini qobiq orqali ichkariga o'tganligini ko'rsatadi deb turib aytib ketilyapti. Ya'ni mana tanlab o'tkazuvchanlik xususiyatini biz mana shu selofan paket ichidagi xamirga qiyoslasak bo'ladi. Keyingi ma'lumotlarimiz hujayralar nafas oladi, xuddiki bizdek hujayralar oziqlanadi. Bunda fotosintez amalga oshadi. Biokimyoviy zavodlarga aylanishligi bu yuqori sinfda o'rganamiz. Hop, yosh hujayra bilan ona hujayrani farqini ushbu slaydimizda bilib olamiz. Yosh hujayrani qobig'i yupqa bo'ladi, yadrosi markazda joylashgan bo'ladi va kichkina vakuolalari ko'p bo'ladi. Vakuola ham, yadro ham nima ish qilishini o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Endi qari hujayrada nima bo'ladi? Hujayra qobig'i qalin bo'ladi, ancha. Hujayra ichidagi vakuolalar esa birlashib yiriklashadi. Yiriklashgan vakuola hujayrani ichidagi yadroda bir chetga suradi. Va sitoplazmadan juda ham katta qismni vakuola o'zi egallaydi. Vakuolaning esa katta qismi 70-95% nima edi? 4-mavzuda o'rgandik. Albatta, suv va unda erigan moddalar vakuolaning 70-95%ni tashkil etar edi. Endi ona hujayra bo'lsa, aynan shu yiriklashgan hujayra. U ikkiga bo'linadi, ikkita yosh qiz hujayrani hosil qiladi. Agarda u hujayra ona hujayra bo'lmasa, u nobud bo'ladi. Shunchaki ichi bo'sh holatda bo'ladi. O'rnini suv egallaydi yoki havo bilan to'lib qoladi, aynan nobud bo'lgan hujayrani. Hop. Bizda ana shu ona hujayrani ikkiga bo'linishligi quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Va ushbu slaydimizda biz aytib o'tgan ma'lumotlar bir qanchasi berilgan. Ulkan daraxtlar deb turib, salobatli daraxtlar deb yozib ketilgan joy bor. Mana shu joyga juda ham ko'pgina biolog o'quvchilar e'tibor bermaydi. Tabiatdagi salobatli daraxtlarga yong'oq, chinor, teraklar va archalar kiradi. Mana shular salobatli daraxtlar deb turib, o'zingizlarda xotiralaringizga saqlab olinglar va ularni xususiyatlari aynan ushbu slaydda berib o'tilgan. Sizlarga esa biz ushbu mavzu bo'yicha savollarni berishlikni boshlaymiz. Qaysi o'simlik bargida sitoplazma harakatini tirik va tabiiy holda mikroskopda kuzatish oson? Keyingi savolimiz. O'simlikning hamma hujayralari ham bo'linaveradimi? Ya'ni o'simlikning hamma hujayrasi bo'lina oladimi? Keyingi savol. Qari hujayrada vakuola qanday holatda bo'ladi? Qarigan hujayra esa oxiri nima bo'ladi? Ona hujayra bo'lsa, qarigan hujayra nima bo'lishini bilasizlar. Sizlarga shpagalka aytib berdim. Agarda u ona hujayra bo'lmasa, u nima bo'ladi? Uni ham bilasizlar. Javoblarni kommentda kutamiz. 4-savol esa, selofan xaltacha ichiga solingan bug'doy xamirining ko'karishi nimani isbotlaydi? Ushbu savolga ham to'g'ri javob berasizlar degan umiddaman. Darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh o'rganayotgan ilmlarni ziyoda qilsin.